Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Mana xudo xolasa UMA sexida, xudo xolasa navbatdagi bir necha qurt uskunalarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, uskunalarimiz barchasi xudo xolasa nержавейка bilan qoplangan. Mana sifatiga bemalol o'zlaring baho berishlaring mumkin. To'liq nержавейка. Hop, buni заводskiy ishimiz asosiy maqsad ana ko'rib turgan mana barcha joylaring xudo xolasa lazer uskunasi yordamida nержавейка kesiladi. Disagi yordamida chiroyli qilib bukilib, lazer nisbatka yordamida qanday qilib bir-biriga payvandlanadi mana. Lentamiz poliuretan, oziq standartiga javob beradi. Undan tashqari mana motorlarimiz barchasi yangi, ya'ni o'zimiz brend ostida, ya'ni UMA brendi ostida Xitoydan kelayotgan barcha yangi motorlar qo'yiladi va undan tashqari shinek qismimizga keladigan bo'lsak, bir silindr olmoqchi bo'lgan birodarlarimizning shinek ikkitalik bo'ladi. Bir silindrli, shinek ikkitalik, bir silindrli, shinek ikkitalik. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Hammasi UMA firmasida, xudo xolasa mana shu yerda chiroyli qilib, Yevropa standart asosida yig'iladi inshaalloh. Mana apparatlarimiz. Bemalol solishtirib, ko'rib, o'zing baho berishlaring mumkin.